Aynan oxirgi kunlarda shu retsept juda ham trendga aylandi. Mini napoleonchalar. Buni xamiriga va kremi ichidan oqib ketmasligiga qiziqayotganlar juda ham ko'p. Videoni o'tkazib yubormasdan yurakchani bosib qo'yib oxirigacha ko'rsangiz, hammasini to'liq tushuntirganman. Idishga muzli suv, muzli tuxum, uksus va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bizga agro brown sariyog'lari kerak bo'ladi. Haqiqiy og'izda eriydigan kumir-kumir bo'lib chiqadi. Un solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan suyuq maslalarimizni solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirni tengiga bo'lamiz va biroz tindirga, xuddi shunaqa ko'rinishda ochib, konvert qilib 15 minut xona haroratida tindirib olamiz. Keyin esa list o'lchamida, ya'ni 30 ga 40 kattalikda ochib, lentalarga bo'lib olamiz. Agar sizda tayyor qolib bo'lmasa, menga o'xshab falgada shunaqa qolib tayyorlab olsangiz bo'ladi. Endi tayyor falgaga xamirni xuddi shunaqa ko'rinishda o'rab chiqamiz. 180 gradusda 20-25 minut davomida pishib chiqadi. 100% sovigandan keyin falgasidan chiqarmasangiz, bo'lmasa bo'linib ketadi. Kremi uchun bizga yana agro brown sariyog'lari kerak bo'ladi. 100% xona haroratida erigan bo'lishi kerak. Sahrni pudra bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ustidan suvishon moloko solamiz. Quyilgach, ustidan muzdek qaymoq qo'shamiz. 2-3 minut davomida ko'pirtirasiz, qarabsizki, quyuqqina krem tayyor bo'ladi. Endi esa ichini krem bilan to'ldirib, ustiga krem surib, 5-6 donasini shunaqa maydalab tayyorlab qo'yamiz va ustiga urug'ini qo'l yordamida sepamiz yoki yaxshilab ichiga solib aylantirib chiqamiz, xuddi ko'rsatganimdek. Yarim 1 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin yesangiz, tomog'ingizda eriydigan shunaqangi zo'r bo'lib chiqadi.